Assalomu alaykum akalar, ukalar. Bugun kunimizga 11-mayda biz Rishtondamiz. Farg'ona viloyati Rishton tumanidamiz. Bu mashinamiz yillari 2015 ekan, kraskasi toza ekan. Yurgani 207 ming. 217 ming ABS kondisionerlari bor. Xohlaslaring naqd pulga sotiladi, xohlaslaring halol nasiya savdoga sotiladi. Kimda hisobi chiqsa, telefon qilaversin. Endi nasiya qanday bo'ladi? Nasiyaning shartlari shunaqaki, boshiga eng kamida 2,5 ming bersalaring 6 oyga. Endi 6 oyda ko'pchilik o'ylash mumkin-da. Sizga misol, do'stim telefon qilib vaqtingizni zoya etmasin-da, oyma-oy berishadimi yoki bitta qilib berishadimi? Kelishishga bog'liq. Demak, qiynalgan akalar uchun eng pastida oyiga 200 dollardan berib tursang bo'ldi. Qolgani 500 gacha, qolgan 1000 dollar. Mashina o'zidan deb qoladi o'rtoqlar. Hisobi chiqalar, telefon qilaveringlar. Mashinani ko'rsataman holatlarini. Kraskasi toza, xohlaslaring naqd pulga olib ketinglar. Naqd pulga 5500 dollardan tushib berasa, naqd pulga 5500 dollardan narxini tushib berish ekan. Mashinamizda korek chexollari, mana rollari ham puntli ekan. Lekin haqiqatdan mashinani o'zim minib ko'rdim. Bemalol tavsiya qilaman, uyalmayman. Video syomka qilib turganimdan sababi o'yiraman mashinaga. O'shancha video qilyapmiz. Bizda hech qanaqa xudo xolasa yolg'on aralashmaydi. Dehqon nima desa, ashini chiqarib beramiz xolos. ABS kondisionerlar bor, motor moy yemaydi? Yo'q. Motor moy yemaydi o'rtoq mana. Ochilmagan motor. ABS mana ABS kondisioner bular bulakda jida bo'ladi, motor ham ochilmagan deyapti. Ana o'rtoqlar. Yana bir qaytaraman. 2015-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, ikkinchi paysada, o'sha fullidan ABS kondisionerlari bor. Yurgan masofasi 217 ming, metallarigacha bor. Generali chiqadimi? Chiqadi. Nechliga? 3 3 yilga generali chiqadi. Xolasa 3 yil generali qilib naqd pulga olgan o'rtoqlar. Xolasalaring nasiyaga olinglar. Nasiyaga qanchaki aytib qo'ying endi, sababi telefon qilsa vaqtingiz olmasin-da do'stim. 6 ming. 6 ming bo'lishi. 58 ga ham bo'lmaydi. 6 ming dollar, Oldindan qancha pul berishiga. ko'proq pul bersa narx o'zgaraveradi. Ana o'rtoqlar. Masaqqi meni degan holat kelib qoldi. Ko'pchilik obunachilarimiz kecha Spark ololmay qaytib keldi-da bozordan. O'zimga ham telefon qilishdi. Ishonarli bo'lsa, mashina bo'lsa ayting deyishdi. Mana o'rtoqlar aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerni qoldiraman, telefon qilaverasizlar.